Barchaga assalomu alaykum. Ekofirma obunachilari. Bugun sizlarga tekbobik bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Mana videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Mana yerni ko'ryapsizlar, sho'rlashyapti oqarib. Mana polni sho'rlashayotgan yer. Bu tashlandiq yer. Mana biokomis yordamida Xudo xolasa birinchi ekin. Birinchi marta mana ekdik bu yil. Mana shunaqa sho'rli darajada umuman oppoq yer. Endi hozir quyoshda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Oppoq yerda mana bu karamlar ekkanmiz, pomidorlar, mana bodringlar. Adashmasam bodringlarimiz meva qilishni ham boshladi mana. Sho'r yerda, mana bitta meva, ikkita meva, uchta meva, mana. Yo'da pomidorlarimiz mana. Hammasini tagiga bularni hammasini tagiga bir kosadan shu bir 200-300 grammdan biogomis tashlangan. Mana pomidorlarimiz mevalarini ham ko'ryapsizlar. Hammasida meva, lekin dahshat. Nima demoqchiman, sho'r yerlarda ham Xudo xolasa biogomis yordamida zo'r natija qilsa bo'lar ekan. Biz eksperiment sifatida o'zimiz shu mana bu yerda tiniq ko'rinyapti, yer oppoq sho'r. O'sha Zibirda bo'yidagi sho'r yerlar, tashlandiq yerlarda birinchi marta eksperiment sifatida ekyapmiz mana. Bu taraflarda siyrakroq bo'lib, bu yerdagilar qurib qoldi, sho'rga yaqinroqligi uchun. Mana bu yoqlari. Lekin mana bu bodringlar Xudoga shukr, chotki ushlab turibdi o'zini. Nima demoqchimiz? Biogomis yordamida ekilgan joylar birinchi yilda o'zidayoq natija beryapti mana. Ko'rishlar mumkin. Bu umuman yaroqsiz, unumdor bo'lmagan yer. Bizda Zibir deydi, ya'ni soy, kanal mana o'tgan. Shuni bu tarafi mana bunaqa tashlandiq, sho'r bosgan joylar. Mana shunaqa joyda madaniylashtiriryapmiz endi. Mana bu yerda juda zo'r ko'rinyapti mana. Sho'r turpoq. Biogomis yordamida ekilgan, bu yerga boshqacha turpoqlar qilinmagan.